Front-end dasturchi bo'lib, katta IT kompaniyada ishlashni xohlaysizmi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Bugungi qahramonimiz Ortiqboy aka Uzinfocom kompaniyasida front-end dasturchi bo'lib ishlab kelayotdilar. Ortiqboy akadan dasturlash sohasiga kirib kelishingizga nima sababchi bo'lgan deb so'raganimizda, dasturlash sohasiga universitetda o'qib yurgan paytlarim qiziqib qolganman. Buni ko'rgan ustozim bo'lsa, menga bu yo'nalish bo'yicha kerakli maslahatlarni berganlar. Shundan keyin dasturlashni chuqur o'rganishga kirishganman dedilar. Qahramonimizdan dasturlashni o'rganishingizda qiyinchiliklarga duch kelganmisiz deb so'raganimizda, dasturlashni o'rganishda har xil qiyinchiliklarga duch kelganman. Birinchisi, dasturlashni o'zim mustaqil o'rganganligim uchun tushunmagan joylarimda kimdan yordam so'rashni bilmas edim. Internetda bo'lsa asosan ingliz tilidagi kurslar chiqib kelardi. Shu bilan bitta oddiy kodni yozishga ham ancha vaqt sarflardim dedilar. Agar siz sabr qilib, izlanishdan to'xtab qolmasangiz, barcha qiyinchiliklarni yengib o'ta olarkansiz dedilar. Dasturlashni o'rganib shunaqa katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lgan yoshlarga nima maslahat berasiz deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida ochilgan YouStudy dasturlash kurslarida o'qishni tavsiya qildilar. O'sha kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab, dasturlashni tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsangiz, Uzinfocomda ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocom kabi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiring.